ruxsat berildi. OKMK vakillari birinchi bo'lib to'pni o'yinga kiritishdi. U zaxirada qoldirilgan Abror Karimov ham hozir Ahrorov o'zi kirib bormoqda. Jarima maydoniga pas, zarba yo'llandi va darvozabon Hamroyev. Va o'yindan tashqari holat bo'lishi mumkin ekan agar to'p darvozaga kiritilganida. O'zbekistonning yoshlar terma jamoasida o'ynashgan barchasi. Buxoroning navbatdagi hujumi chap qanotdan zarba bilan tugadi va Ilyosov to'pni egallab olmoqda. Buxoroning hujumi yana ortga pas. Esanov o'zi zarba yo'lladi, ancha xavfli va kuchli. Olimpik safida adashmasam, Superligada mana shunday uzoq masofadan chiroyli gol urgan edi. Hozir Sherzod qoldirdi. Keyingi zarba. To'p uzoqlashtirilmoqda Jo'rayev tomonidan. Soirov, Abdurazzoqov, Siyavash, Nodirbek, Abdurazzoqovdan pas, Aziz Xolmurodov davom etadi. To'pni uzatdi. Zarba ham ko'rdik. Adashmasam Koyich ijrosida reja yomon emasdi, olmaliqliklar tomonidan ijro etilgan. Zarba bormi? Hozircha yo'q. OKMK himoyadan chiqyapti va qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin edi. To'xtatildi. Buxoroning bosimi, qoida buzildi. Siyavash Haqnazariy tomonidan yaxshi nuqta, yaxshi hakam ruxsat berdi. Ubaydullayevdan zarba va to'p ustunga tegib qaytmoqda. Mana e'tibor qarating. Ozgina bir necha santimetrga o'ng tomonga borganida to'p o'ngroqdan borganida turning eng chiroyli gollaridan birini ko'rardik. Chiroyli o'ynagan edi. Lekin o'qidi raqib. Rodic hujumni davom ettiradi, o'zi yaqinlashmoqda. Zarba beradimi, yo'q, pasni amalga oshirdi. Mana endi zarba to'p to'g'ri darvozabonning qo'liga borib tushayapti. Temur Mamasiddiqov, hudud bor Temurda, o'z oldinga o'tayapti. Jamoadoshlari ham yordamga yetib kelishdi. Aldamchi harakatlar va zarba. Javohir Ilyosov ishonch bilan to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Gol urishga intiladi mezbonlar. Yaqin burchakka to'pni yo'lladi Temur Mamasiddiqov. Yuqoridan to'p yetkazilmoqda. Ikkinchi qavatda kurash. Zarba va Sherzod Esanov. Birinchi taym yakunida Buxoro jamoasi tarkibida gol uryapti, hisobni ochmoqda. Standart Aleksandr Xamikov jamoasida yana ish berayapti. Xamikov qanday murabbiy? Standartlar qiroli. To'liq xavfni bartaraf eta olmadi. Esanovning zarbasidan so'ng adashmasam to'p Toirovga tegib, keyin Ilyosov orqali darvozaga borib tushayapti. Va katta ehtimol bu avtogol sifatida qayd etiladi. Hujumni chap qanotdan davom ettiryapti Temur Mamasiddiqovdan jarima maydoniga pas. Zarba bormi? Hujum davom etadi. Rodic o'ziga to'pni to'g'rilayapti. Aldamchi harakatlar. Mana bunday pas. Zarba yaqin masofadan yo'llangan zarbadan so'ng Rodic zo'r futbolchi. Oxirigacha to'p uchun kurash olib borib, jamoadoshiga o'ta qulay vaziyatni yaratdi. Yaqin masofadan yo'llangan zarba bosh bilan va hozirgina maydonga tushgan Hamidullo Abdunabiyevdan super seyf. Koyich Aziz to'pni chap qanotga o'tkazib bermoqda. Ahrorovdan pas jarima maydoniga. Koyich zarba va darvozabon Hamroyev. Endi vaziyat qahramoni Buxoro darvozaboni bo'lmoqda. Legioner Sentoku qulay imkoniyatdan Urosh Koyich biroz oldin foydalana olmagandi.
Ahrorovdan ajoyib pas. Ko'rgandik. Mana endi turdi. Juda og'ir o'yin bo'lyapti har ikkala jamoa uchun. Ahmadaliyev ofsayd emasmi? O'yinni davom ettirmoqda. Ahmadaliyevdan zarba, darvozabondan navbatdagi seyf. Dilshodbek. Buxoro juda erta himoyaga o'tib ketgandek. Nodirbek Abdurazzoqovdan yuqoridan pas. Zarba! Yaxshi imkoniyat yuzaga kelgan edi OKMKda. Nodirbek Abdurazzoqovning pasidan so'ng Xolmurodov baland sakradi. To'p himoyachilardan o'tib Xolmurodovning boshiga yetib keldi. Shunchaki zarbaga aniqlikka yetishmadi. Chap qanotda yana to'pni qabul qilib oldi. Yuqoridan pas, zarba! Ancha xavfli vaziyat yuzaga kelgan edi. Sobirjonov endi o'ng qanotda. Sobirjonovdan jarima maydoni tomon to'p uzatishini ko'rdik. Himoyachilar qaytarishdi. Yana bir urinish. Ofsayd yo'qmi? Nodirbek Abdurazzoqov mana bunday pasni o'ylab topgan edi. Papava esa 87-daqiqa, har bir soniyani ikkala tomon ham hisoblab turibdi. Ahmadaliyev to'pga yetib bordi. Pas jarima maydoni tomon. Papava zarba, darvozabon! Hamroyev pastki burchakka yo'llangan to'pni qaytaryapti. Buxoro g'alabani saqlab qola olsa, Umidjon Hamroyevga eng yaxshi futbolchi maqomini berish kerak. O'yinning eng yaxshisi u bo'ladi. Pas bu Nodirbek Abdurazzoqov. Abdurazzoqovdan yuqoridan to'p uzatishi, bu zarbaga aylanib ketmoqda, noaniq. Roziyevdan pas. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Quvondiq. Takroriy urinish. Yana yuqoridan zarba bosh bilan Ubaydullayevmi? Ha, aynan u. Raqibning ketma-ket hujumlariga dosh bermoqda va mana bunday qarshi hujumga chiqib ketyapti jamoa. Ubaydullayev jarima maydoniga kirdi, yordam ham yetib keldi. Aldashga intilyapti Ubaydullayev. Zarba! Endi darvozabon Hamidullo Abdunabiyev. Ajoyib qarshi hujum. Aleksandr Xamikov. Qanday jamoa shakllantirdi Buxoroda. To'pni oldinga tepib beryapti. Hakam yana bir necha soniya qo'shib beradi. Baratov zaxiradan maydonga tushgan, kuch bor unda. Rodic aldamchi harakat. Nimani o'ylab topadi? Pas. To'p o'tib ketmoqda. Quvondiq Roziyev to'pni qabul qildi. Yana qarab oldi. Pas yuqoridan. Zarba! Rodic! Bugun ham nuqtani qo'yapti. Bugun ham muhim golni urib bermoqda. Hujumni takroran ko'ramiz. Rodic o'zi mana shu hujumda ishtirok etdi. Pas berdi, zarba yo'laydigan futbolchi topilmadi. Quvondiq Roziyev qabul qildi, yuqoridan yetkazib bermoqda. Ofsayd yo'q. Quvondiq Roziyev uchun ham Buxoro safidagi birinchi samarali harakat. Yakun esa Rodicga tegishli bo'lyapti. Bosh bilan yo'llangan zarba. Buxoro vakillari har ikkala golni bosh bilan urib ketishdi. Har ikkala golda yuqoridan yetkazib berilgan to'plar. Pas jarima maydoni tomon. Avazbek Olmasaliyev to'p uchun kurash olib bordi. Himoyachilar uzoqlashtirishdi va hakamning final uchdagi yangradi. Markaziy uchrashuvlardan biri o'z maqomiga mos o'tdi. OKMK ham, Buxoro ham 90 daqiqa maydonda jang qildi.